Yana bir bor assalomu alaykum aziz YouTube platformasidagi akalar, ukalar, aziz onaxonlar, opa-singillar. Mana yana Andijonning Jahon bozorida so'rilar qatorida, mebel bozori so'rilar qatoridamiz. Mana bir-biridan go'zal, bir-biridan ajoyib, bir-biridan chiroylik so'rilar xon taxtalari bilan. Mana shu so'rilarni hozir sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beramiz va narx-navolarni so'rab akamizdan. Aka, mana bu so'ringiz nech pul ekan? 2,5 ga 3 metr. Qo'llari oq shpontik, taxtalari ham tozada bo'lgan. Ularga bahosi 5,5 million kelishilgan narxda berilaveradi. Ha. Andijon shahar dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor. Viloyatlarga ham bor. Buningiz nech pul? Bunisi ham bor. Ayoqlari yong'oq qolgan joyi sasni. 4 million baho aytyapmiz, buni kami bor, kamini qilib beramiz. Ha, buni kami bor, 4 million deb baho aytilyapti. G'ildiraylari ham bor buni. Xon taxtasi ham ichida? Taxtasi ham ichida, MDF yaxshisidan. Ayni 1,5 million MDF ichida. MDF degan xon taxta. MDF xonlari ham. Keyin bunisi ham bor. Mana bunisi karishniga. Qo'llari ham oq shpontik, yaxshiroq ish bo'lgan. Ular 4,5 million baho aytyapmiz, kamini qilib beramiz. 4,5 million bu? Ha, 4,5 million. Ha, bunga g'ildirak qo'yilmagan lekin. G'ildirak qo'yib beramiz. G'ildirak qo'yib beriladi. Uchi? Ularimiz bor. Bular 5 million kami bor. Bular 5 million kami. deb qo'yamiz. Razmerlari katta razmer, 2,5 ga 3 metr. Bu necha kishilik o'zi aka? Ular 10 kishilik deyiladi. 10 kishilik, ha. Gullari ham, taxtalari ham toza. Gullari ham tortma gul deb qo'yamiz. Ha. Oldin buni haligi duradgorchilikda yurgan biladi, haligi qo'shoqda o'yardi. Bular endi hozir stanoda o'yapmiz. Buni kichkina razmeri ham bor. Bunda ham g'ildiraklar bor ekan. Ranglari, razmerlari aytgan razmer ranglari. Mana bu kichkina oilalarga mana bunda kichkina so'rchalar ham bor ekan. Mana. Mana bu oynachalar bor. Oynalar. Oyna beshiktalari bilan kompleksiya tekislar. Ha, oynani o'zi nech pul? Oynani o'zi shahar ichiga 1 million 200 ming dastlabki qilamiz. Ha, vishilkachi? Vishilka 400 ming so'mdan dastlabkisi alohida bo'ladi. Ha, buchi? Bu ham asosan 400 ming so'm. Aytgan svetda, aytgan rangida qilib beriladi. O'zgular ham shu yaxshisidan. Ishlab chiqarish. Mana bu so'rin nech pul dedingiz? Bularimiz 3,5 millionga qiladi. 3,5 million. Ana bu aytayotgan o'ymaysiz kichigi qancha edi? Nomini? Mana bu. Razmeri kichikroq, 220 ga 270 ming. Bu nech pul? Bunisini 4 million baho aytamiz, kami bor, shu g'ildirak xon taxtalari bilan komplet bor. 4 million deb aytyapti, kami bor ekan. Bu ham shahar ichida dastlabkasi bor. Viloyatlarga ham dastlabkasi kelishilgan holatda jinday narxi bor bunga. Narx qo'shilgan bunga. Aka nomeringizni aytib o'tasiz. 91lik. 91lik, 488 488 57 75. 75. Ismingiz nima aka? Azamjon. Azamjon aka deb kelaverasizlar. Andijonda Jahon bozori, So'ri bozorida. Mebel bozorining so'rilar qatoriga kelib turib, Azamjon aka deb so'rasanglar, bemalol. Agar topa olmasanglar, o'zimga murojaat qilaverasizlar. O'zimni nomerlarimni aytib o'tay. 99lik 537 38 11. Hasanboy Uz kanalidan sizlar uchun YouTube platformasiga chiroyli, bir-biridan go'zal, bir-biridan asal so'rilar chiqaryapmiz. Qilgan videolarimiz, qilgan mehnatlarimiz uchun albatta like va obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Like'lar bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yanaga shu kunlarda yana sog' salomat ko'rishni Alloh nasib ro'za aylasin. Sog' bo'linglar. Hammaga shunday go'zal, bir-biridan chiroyli so'rilar nasib ro'za aylasin.